boy akam arzon narxga 3-paytda Gentra kelib qoldi. Bitta ko'rib o'rasizmi? Videoga bitta like bosib yuboring. Shunda qo'llab-quvvatlab turing, shu mashina ham sotilib ketadi. Yoki-da o'zingiz olib qo'ying. O'zingiz olmasiz do'stingizga shunda podresiya qilib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin. Bu mashinamiz 2018-yil ishlab chiqarilgan Gansvetda, Optra Amerikankada. Mana bu balonni qarang. Hollarni qarang. Yangi balon taqib qo'yishdi. Sotgani ham mana bor, tayyorlab qo'yishdi-da. Olgan odam ham mazza qilibdi-da, boy akam. Aynan o'zimizga o'xshagan inson ekan. Mana tayyorlab turib egasiga shunda topshirib yuboraman. 3-paketlarining gazi ham bor ekan. Mashinaning holati yaxshi ekan, mejigar pultlari bor ekan, video registratorlari lyukli varianti bo'ladi bu. Yurgan probegi 275 ming ekan. Optrasi yo'q ekan, hozir adashibmiz, o'zini radni stopida ekan. Paketlarining gazi bor ekan. Xo'p, orqa salonlarni ham ko'rib chiqamiz. Holati qalay? Boy akam, sizga yoqdimi, yoqmadim? To'g'risini aytavering. Mashinani o'z o'pishida holatini so'rayman. Narxini emas. Yoqdimi sizga? Yoqsa bitta like bosib qo'ying. Hali ham bosmadingiz, qarab turibman lekin. Videoni shunaqa kuzatib turaman, lekin hali ham bitta dona like dastas bosib qo'ymayapsiz-da. Bu mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan probegi 275 ming. Kraskasi egiladigan bo'lsa, kapotida krelosda bor ekan, keyin bu tomon krelosda mashincha joyida bor ekan. Ishlariga o'tib ketmagan, usulitlari o'ziniki ekan. Orqalari xullas 3 ta detalda kraskasi bor ekan. Qolgan joyi kraskasi top-toza ekan. Sizlar uchun shu mashinamizni arzon biroda $8300 ga qo'yib beramiz. Bosib yuboringlar.